U azamdir. Senga hamd va sanolar bo'lsin, yo ilohim. Zero sen muhabbating yo'lida roza tutganlarga va sen rizo bo'lgan hamma narsadan o'zini saqlaganlarga Navro'zni bayram qilib belgilading. Yo Rabbim, muhabbating sharorati va o'zing buyurgan ro'zang harorati ularni amring uchun alangalatsin va ko'ngillarni seni zikr etmoq va senga hamd va sanolar aytmoq bilan mashg'ul etsin. Yo Rabbim, amr etganing ro'za bilan ularni bezar ekansan, o'z fazl va ihsoning ila ularni qabul bo'lishlik ziynati bilan ham bezagin. Zero insonlarning amallari to'lig'icha sening irodangga bog'liq va sening amring ila tayin etilgandir. Ro'zani buzganni unga amal qilgan ila teng ko'rgaymisan? Uni qadim-qadimlardan ro'za tutib kelganlar safiga kiritgaymisan? Ro'za amrini buzgan ro'zador sening zuhuring libosini gard ila to'zg'itganlar safiga kirgay va ushbu ob-hayot chashmasining zilol suvlaridan chetda qolganlardan bo'lgay. Mehnatlaring uchun senga hamd va sanolar bo'lsin degan bayroq sening sharofating ila baland tutilgandir. Sening amringda senga bo'ysunurlar tug'i xilpirab turgaydir. Yo ilohim, bandalaringga o'z mazkur maqomingni anglatkim. Barcha narsalarning komilligi sening amring va komilligingga bog'liqligi va har qanday amalning fazilati sening ijozating va irodating natijasi ekanligidan voqif bo'lsinlar. Insoniy qilmishlar jilovi sening qabul etishing va sening farmoyishing qo'lida ekanligini tan olsinlar. Ularga shuni yetkazkim, sening kunlaringda hech narsa ularni jamolingdan qaytarmasin. Masih aytganidek, yo ato ruh, barcha narsalar ustidan molik sensan. Do'sting xitob qilganidek, senga hamdlar bo'lsin yo mahbub. Zero sen o'z jamolingni zohir etding va o'z saylaganlaringga o'z ismu azaming zuhuri taxtiga muqarrar bo'lishlikni tayin etding. Barcha xalqlar uning orqali yig'lagaydirlar. Faqat sendan o'zga barchadan voz kechib, mohiyating va sifatlaringni o'zida zohir etmush masxaringga yuz tutganlar bundan istisnodir. Yo Rabbim, sening g'usning bo'lmush zot va butkul hamdo'stlaring bo'lmush bu bandalar sening rizoyingni ko'zlab dargohing huzurida tutgan ro'zalarini bugun yakunladilar. Ul zotga, bandalaringga va mazkur ayyomda o'z huzuringga dohil bo'lgan hammaga kitobingda tayin etilgan barcha ezguliklarni ato et. Hamda ularga bu dunyoyu u dunyoda xayr bo'lguvchi rizqni nasib ayla. Sen alim ul hakimsan.